Milliy taom, turetskiy, italyanskiy, yevropeyskiy restoran ochmoqchi bo'lgan akalarga texnikalarni arzon narxga topib qo'yganmiz. Bu texnikalar Turkiyadan, Italiyadan va Shvetsiyadan, Yevropadan zakaz qilingan ekan, lekin restoran ochilmasdan hozir shu joyda va bu texnikalar sizlarga juda ham arzon narxga berib yoramiz. Bu joyda gaz plita, izgara, friturnica, pastavarka, mangal, lavagrilligicha bor. Va bu o'rtada turadi, tepada vichka turadigan varianti. Buni narxi testames va parakannik tomatlari bilan $24,000 ga qo'yildi. Oy, pitsa pech kattaligini. Bu pitsa pechlar shvedskiy, ko'rib turibsizlar, 2 etajli, 500 gradusgacha isitib bera oladi. Bu ikkitasining narxi $15,000. Va bu hammasi emas, italyanskiy kofe mashinalar bor, elektrozavodiga tegishli. Bular narxlariga kelsak $1,500 kichigi, kattasining narxi $9,000 va yana bir modeli bor, uni narxi $7,000. Semichga, yer yong'oq qovurishga o'zining maxsus apparati bor ekan, buni narxini $6,000 ga berib yuboriladi. Texnikalar ko'rib turibsizlar, mabodo sizlar komplekt emas, donalab olmoqchi bo'lsanglar, kesinglar bo'ladi, optim narxda qilib beriladi. Bunaqa narx har doim uchramaydi. Bu videoni restoran ochmoqchi bo'lgan tanishlarga juda ham tez jo'natib qo'yinglar.